Ahror Villa sizlarga yana bitta zo'r joydan lokatsiyadan uy topib qo'ydim. Qaranglar, 110 kvadratga 97 yashash maydoni, kirganda mana 10 qo'lda detskiy xonamiz, katta hol. Holdan kirganingizda 10 qo'lda detskiy xonamiz mavjud, ichida jihozi bilan. Xo'p, yana bitta xonamiz yonida katta spalni, yotoqxonalari bilan. Bu yonida balkoni ham bor qo'shimcha. Eshikdan kirganimizda to'g'rimizda sanuzel. Sanuzel mavjud. Sanuzelning ichida o'zining alohida agregat отопленияsi ham bor. Bu uyimizda ikkita sanuzel bo'ladi. Kirganda 10 qo'lda yana bitta tualeti bor. Alohida umumlik bilan. Qo'shimcha tualetdan chiqqanimizdan keyin zal, mehmonxona, gostivoy zalimiz 7 ga 5. Bu zalimizning kattaligi 7 ga 5. Endi remonti o'rta hol bo'lgani bilan zato joy lokatsiyasi zo'r, aziz birodarlar. Xo'p. Oshxonamiz. Oshxonaga zaldan kirish ham mumkin, koridordan kirish ham mumkin. Ikki tomondan kirishga mavjud sharoitlar qilingan. Uyimiz egalari tomonidan 62 million baholanyapti. Agar ma'qul kelgan bo'lsa, ozgina kam ko'rsa bor, quyidagi raqamlarga telefon qiling.